Assalomu alaykum. Qadrdon yurtdoshlar, sog'lom yursizlarmi? Xudo xohlasa sizlarga 4 kunda yangilikni yetkazib boshda davom etamiz. Bugun 4 kun shahrida Xudo xohlasa Jasurbek qassobning go'sht do'konidamiz. Xudo xohlasa yurtdoshlarim uchun ertaga 27-mart kuni juma aksiyasini qo'yib berish uchun yana keldik. Xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudo xohlasa yangiliklar juda ham ko'p. Ertaga shu ikki molimiz so'yiladi yurtdoshlar. Xalqimizga sifatli go'sht marhamat qilinadi. Xudo xohlasa shu mollarimiz 110 ming so'mdan har doim gidib. Avon juma aksiyasida bir gün soyamiz. Yurtdoshlar o'zi shaharning ichida, go'rtning ichida qassoblar 120 ming so'mdan sotibdi buqa go'shtini. Sizlar kelib bemalol shu buqalarimiz go'shtini 110 ming so'mdan xarid qilib kelsangiz bo'ladi. Ketaverasizlar. Kallalari duradi shu yerda. Shurada duradi. Ikki mol so'yiladi yurtdoshlar. Mana mollar buqa. Sifat. Xudo xolasa. Yukarıda hem gösteren, yukarıda yeni düşür almadık. Masal yamarrak. Yine yurtdoshlar. Şu iki buqa ertaga so'yiladi. Xalqimizga 110 ming so'mdan sifatli go'sht marhamat qilinadi. Bizning manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahrining o'zida. To'rtko'l shahrining Nukus ko'chasi. Bu yoqdan kelsanglar O'ylabop. Beruniy ko'chadan Nukus ko'chaga kiraverish, O'ylabop tarafdan kelaverish. Sulton Market savdo majmuasi o'tganingizdan keyin Media Park, Shelby Burger, yine yong'inasida Jasuramiz qassobxonasi. Bu yandan kelsanglar Sentralniy svetofordan, Bonisa tarafdan kelaverishda oilaviy poliklinika svetoforundan doğru kelaverasiz yurtdoshlar kun chiqish tarafiga. Bu yoqqa sanglar chap qo'llaringizda yana Jasuramizni go'sht do'koni Xudo xolasa. Ekranlarga ham telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Manzil Sulton Marketning yong'inasida do'stlar. Kelaverasiz Xudo xolasa. 14-12 taksi xizmatlaridan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi sizlar uchun. Xudo xolasa telefon qilasizlar 2 minutga yetmay keladi taksi Xudo xolasa. Eson-omon yetkazadi manzillaringizga. Yine ichkarida ham yangiliklar ko'p bo'ladi. İçkarida yangiliklar, assortiment ko'p Og'abek. Har doimgidek ijjondan boshlaylik. Her doimgidek ijjonimiz yine şu trend bo'lib turgan ijjonimiz. Yine ijjon shashlik yurtdoshlar Xudo xolasa. Narxi o'zgardi Og'abek. Avon? 80 ming so'mdan qilib qo'ydik pasiyanni. 75 ming edi, to'g'rimi? 75 ming edi. Go'shtda sal narxi o'zgardi, shunga 80 ming so'mdan qilib qo'ydik. Albatta, hozir bozordan mol olishdan o'zi bo'lmaydi deb Bo'lmaydi, tanib. Endi issi boshlandi oxirda. Yine issida yurtdoshlar o'zi bilasizlar, yoz kelatir. Eng ko'p shu qassobni u bitki bo'ladigan yeri issi. Issida go'shtning ham hajmi kichirayadi yurtdoshlar. Issida durp ham kichirayadi go'sht. Shuning uchun yurtdoshlar ijjonimiz 80 ming so'm. 80 ming so'm. Avon Juma 80 ming so'mdan ijjon shashlikni tayyor. Duzi, priprava, namaki, burchi, piyozi hamma narsasi berilgan marinovka bo'ladi, to'g'rimi? Yine veteriner xaladniklerimizde koyutmuz. Bu ijjon shashlikni endi sapar mangal tashkil etib qo'ying. Xudo xolasa shu yerda olib pishirib, shu yerda yeb ko'rsatib, xalqimizga ko'rsatib, 1,5 nalaram yedirib, ta'minlab. O'tgan qaytganda o'shadan ichadan o'tadi men syomkaga keldi. Degustatsiya ettirib. Bo'ldi. Endi sizlar shu ishni yo'lga qo'yamiz. Bo'ldi. Xudo xolasa yurtdoshlar kutib qolinglar. Yine suyaklarimiz. Yine suyaklar. 80 ming so'mdan. 80 ming so'mdan. Yilik suyak yemine 80 ming so'mdan. 80 ming so'mdan yilik suyaklar. Kelaverasizlar. Zo'r Xudo xolasa. Yine 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan ijjon. Pilmen berek gömme. Mantalıklar. Yine yilikli ortası, kuğulu, göğüşlüsü. Yilik. 100 ming so'mdan var. Dişli yeri yok. Yok. Niye yoktu? Kattıları alıngan hemmeçki. Kuğul ortası. Müşek, challenge. Müşek yeri var. Sifat. Yamına qaranqa sifat. Sifata pul to'layib berasizlar. Yine yilik. Zo'r, gap bo'lishim kelamaz. Yine biletimiz. Bu bileti. Yuriska var. Yuriska. 120 ming so'm. 120 ming so'm. Zo'r. Yine kusko şaşlıkimiz. Tayyor kusko şaşlık. Anökka, mayöpkiçilere. Mayöpkiçiler priyam sizden getiverende doğru mu nereye koyuyor? Getiverediler. Şöyle iccanı, kuskoyu, biletisi, ne o gerek olsa alıp İccan 80 ming so'm kuskoyu inçe so'ma. 130 ming so'mdan. 130 ming so'mdan kuskoyu şaşlıkni tayyor. Tayyor. Zo'r. Viriskeden bo'ladi. Viriskeden to'g'ri. Eng yumshoq joyidan bo'ladi. Biletidan var. Eng yumshoq joyi yine. Sifat go'sting, haqiqatan ham. Yine. Necha kilolik mal so'ydingiz abi? 245 kilo geldi. 245 kilo. Yine sifat go'sht, yine boynu. Boyun. Yine sağını. Go'shtni o'zi rangi aytib turibdi, sifat gaplar turibdi yurtdoshlar. Yurak bag'ir pasiyani bo'ladi. Pasiyani bor. Bag'ir 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Bag'ir 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan yerdagi. Zigirik, go'sting zigirik. Zigirikimiz ham yine Kuyruk. Dum g'aza, yağları alıngan, tayyor, yağsız. 100 ming so'mdan, hech yeri yo'q.
100 min so'mdan. 100 min so'm gelası var. Tüş desəng də tüş payına. Töşən bayın birindən bağman. Xuda xalasa. Şapak göstərir bayan sifətə qaranlar. Palavlı kəyin bir. Oh. Palavlı pivi kubu. Biri. Şəppik yeri. Acayip şəppik. Xuda xalasa gələrəsi yurttaşlar şimdi sifətli mallan soyutduqdılar. Cəsur Kasab. Həmməyə təvsiyə qılırıq. Özüm həmişədən alıb yemən görüşünü. Ertəgə gələ verəsiz, sırtdığı bu qala 110 min so'mni ertəgə bir gün boladı xuda xalasa. 110 min so'mdan xuda xalasa. Bir malal gələrəsi. Faqat cümə günü yurttaşlar ertəgə 27 mart günü 100 min so'm, 110 min so'mdan göz satılır. 110 min so'mdan hava. Zor. Gəp yox. Xuda xalasa gələrəsizlər. Bir anda xaladinlikdə sütlərimiz var, damaşin süt. Yenə sütlər, xuda xalasa. 7 min so'm var, litri. Litri 7 min so'm. Tuxumlar var. Tuxum 2,5 min so'm. Baxa o'zgarmadi. Sütü 2 min so'm oldu. 2 min so'm düşdü. Yine bu avəkan haqiqat. İndi 2 min so'ma düşürdük. Tavukla doğup başladık. İndi doğum yaxşı olub başladı 2 min so'mdan. Mesli tuxum. Buxankəmiz var. Buxankələ bax. 3 min so'm. 3 min so'mdan buxankələ. Her daim gedik 3 kilo iccan asala, 1 kömür besplatni. Tekingə. Tekingə verəmiz. 3 kilo iccan. İndi o bir ananda bu sırtda saklap bulmuyordu bu əcəni. Tolga, haladenlik, marazinlik, veterinariya. İccan Kuskovoy farkı yok. Yok. Yine. Yanında kömürü tekingə boladı dostlar. Xuda xalasa. Gələrəsizlər Cəsur Kasab sizlər üçün xidmətlə pəstə telefon nömrələrini qoyub qoyamız. Ertəyə 27 mart günü xuda xalasa ertələb saat 7-də dükanımız açıladı. Açıladı xuda xalasa. Geçəcək görüş boladı, həmməyi yetədi xuda xalasa nəsib. Xuda xalasa. 110 min so'mdan görüş əp gedəsilə yurttaşlar. Sağ salamat bulunlar ki, videolarda görüşkünçə yetəcəyəm vaxtlarınıza razı bulunlar.